Biz ham 5 yildan keyin viski sotamizmi? Dorixona biznesdan chiqib ketdim. Ishlab chiqaramiz, продвижение, marketing nima qilmasak ham baribir aptekaga boramiz-da. Birinchi litsosi sizni deysiz-da. Prям bir xilda juda glupiy o'g'irlashadi-da. Front marja 0 hamma xarajatni javob bo'ladi. Back marjangiz qoladigan 3-4%. Bu sizni asosiy daromad o'shanda qoladi. 29 yil oldin 3-4 ta dorixona bo'lganmi? O'zingizni tajribangizdagi bo'lgan top 3 ta xatolardan bo'lishing. Sen o'zing narxing qancha desa, anqayib turadi. Men narxim bormi deydi. Assalomu alaykum. Bugun Farm Time ko'rsatuvimizni boshladik va bugungi mehmonimiz Sadilla akam. Sadilla akam ko'p tarmoqli dorixonalar asoschisi, Tabletka brendining asoschisi. Sadilla aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom Oybek, taklif uchun rahmat. Rahmat vaqt ajratib kelganingiz uchun. Bugun bir qisqacha sizni faoliyatingiz bilan tanishmoqchimiz va sizni tajribalaringiz bilan o'rganib va bu haqida ozgina biz bilan bo'lishingizni so'rab qolamiz. Shu nuqtai nazardan bugun o'zingiz haqingizda bir qisqacha gapirib bersangiz, o'zi umuman farmatsevtika sohasiga qanaqa qilib kelib qolgansiz va qanchadan beri bu faoliyatni ko'rsatib kelasiz, shu haqida gapirib bersangiz. Hop, farmatsevtika sohasiga men случайно kelib qolganman. Demak, 16 yoshimda onamlarda kichkina bir dorixonada o'zlari ochgandilar. Shunda shular yordam berib, ana firmadan ana narsani olib kelib, bu firmadan bu narsani olib keldi, sekin sumkamni ko'tarib, popkamni ko'tarib borib olib kelib berib turardim. Shundan keyin sekin qiziqish boshlangan. O'rtada onamlar bir og'irroq kasal bo'lib qoldilar, bir 20 yoshlarimda. Shundan keyin butun kichkina shu payt 3-4 ta dorixona edi, menga qolib ketgan. Ayolishim ketib to'g'ri kelib qolgan. Shu bilan shunda bir daromad borligini ko'rganman va shu sohada mana xudo xolasa 29 yil bo'ldi. Shu sohada ishlab keldim. 29 yil oldin 3-4 ta dorixona bo'lganmi? Yo'q, 29 yil oldin bitta dona dorixona bo'lgan. 24 yil oldin 3 ta bo'lgan. 20 yoshimda уже 4 ta bo'lgan. Ilk boshlagan davringizda bitta dorixona bo'lgan, keyin 3-4 yil ichida siz uni 4 taga chiqargansiz. Shunaqa bo'ldimi? Zo'r. Hozir demak, u paytlarda 20 yil oldin o'zi endi частный aptekalar ko'payishi boshlayotgan paytlari edi, to'g'rimi? 20-25 yil oldin. To'g'ri. Xo'p, bo'lmasa qisqacha, chunki uni men so'radim, haqiqatan anaqada bu sohaga begona odam kirishi qiyin-da, yo bo'lman deganda yo amakisi, yo tog'asi, ammasi, kimdir urug'ida, avlodida bu sohaga tegishli odam bo'ladi. Siz mutaxassislik bo'yicha adashmasam finansistsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Men moliya institutini bitirganman. Moliya institutini bitirgansiz. O'sha paytda endi men 20 yoshimda уже do'stlarim kimdir bank sohasida bo'lim boshlig'i, kimdir kredit bo'limining boshlig'i, kimdir oddiy operatsionist, o'zim ham ko'nikmalarim bo'lgani uchun moliyaviy instrumentlarni ishlata olganim uchun o'sha yerda men ko'rdim, o'sha yerda o'ssa bo'ladi. Shu 20 yoshimda onamni kasal bo'lib qolgandan keyin shu do'stlarimdan yordam so'rab, o'sha yerdan bir qanot moliyaviy tushumlar qilganman dorixonamga, shu bilan dorixona rivojlantirib olganman. O'zi haqiqatan любой biznesni yuragi o'zi baribirga moliyada. Finansiy gрамотность birinchi o'rinda degandek, чисто farmatsevtik ekspertizangiz bo'lmagani bu sizga qanchalik bir qiyinchilik tug'dirmaganmi? Yo'q, farmatsevtik ekspertiza menda bo'lmagan demasa ham bo'ladi. Menda bo'lgan, chunki onamlar farmatsevt bo'lganlar, o'zim ham shunda 16 yoshimda atroflarda yurib, o'zim sekin bu narsalarni tushunasiz, o'sha o'rga tushunchalar hosil bo'ladi по-любому. Keyin shundan sekin davom ettirib, endi mamlakatda o'zingizdan mana rahbar hisobi siz aqlingiz yetmagan joyga konsultant olasiz yoki qanaqadir bir yordamchi olasiz. O'sha joyga biz yordamchi yoki konsultant olganmiz, o'sha sohaga mamlakatlar bo'ladigan shu bilan kelib turganmiz. Lekin men e'tibor beraman-da, ko'p mana shu aynan masalan farmatsevtika institutini bitirmagan yoki umuman bu sohada bunaqa ta'lim olmagan bo'lsa ham, lekin bu sohada ishlagan va bu o'z ishida shunaqa katta prorivlar qilgan ko'p misollarni bilaman-da. Masalan, katta distributorskiy kompaniyalar bor, katta ishlab chiqaruvchilar bor, vaholanki o'zi tegi bu sohada o'qishmagan bo'lsa ham, lekin yutuqlari juda katta-da. Balki demoqchimanki, o'qimagan, bu sohani bilmaganligi ham bir tomondan qaysidir pluslar ko'pmi deb o'ylab qolaman-da ko'pincha.
To'ppa-to'g'ri Oybek, chunki farmatsevtika universitetini bitirgan bo'lganimda Mariskka bormagan bo'lardim. O'sha Qo'rqib qoladi. qotib qoladi-da odam menimcha. Shu narsani o'ylayman haqiqatdan. Qanaqadir baribirga biz o'sha o'qiganda qanaqadir romkada qolib ketdamizmi degan fikr ham bo'ldi-da. Tushunarli. Bo'lmasa ozgina bugungi kundagi sohamizdagi bo'layotgan holat haqida suhbat yuritsak, demak oxirgi yillarda juda qonunchilikda ko'p o'zgarishlar bo'lyapti va eng so'nggi o'zgarishlardan bu bilamiz markirovka tatbiq qilindi va GPP standarti tatbiq qilish boshlandi. Shu yangi qonunlar qanchalik dorixonalarga ta'sir qildi? Ularni salbiy va ijobiy taraflari haqida gapirib bersangiz. Qani Oybek, men GPP to'g'risida gap boshlashdan oldin men ozgina bir orqaga qaytardimda, taxminan bir 2 yilga demakki nimadan boshlangan? Birinchisi QR kodli cheklardan boshlashdi. QR kodli cheklar talab qilib, чтобы dorixonada sotgan dorini onlayn tarzda сразу fiskalniy chek yo'q bo'lib, onlayn tarzda налоговga bog'lab, u yoqdan сразу ko'radigan qilishdi. Bu super zo'r narsa bo'ldi, lekin o'ylayman, Gogoda bizani qishloqlarimizda svet yo'q, internet yo'q. Bu narsa katta muammolarda, farmatsevtlar dorini o'sha instruksiya o'qib yoki qanaqadir chuqur shu sohada ilm borda, IT sohasida ularning ilmi yo'q. Joyi kelib qoldi, bularga taqqitib qo'yasan dedi, bular dovdirab qoldi. Shundan keyin ancha shu period juda og'ir o'tdi. Налоговый tomonidan, soliq organlari tomonidan shtraflar qilishi, bo'lmasa oddiy kassa apparat yuradi, lekin mana bunisini bilmasligim mumkin. Ikkinchi muammo mixi kodli bo'ldi. O'ylang, dorixonangizda 10 mingta ta'minlanmagan tovar bo'lsa, har bittasida shu 12-13 raqamli kodi bor. O'sha kodi обязательно doriga tiqilgan bo'lishi kerak. Demak, siz kassa apparatni urayotganingizda yoki o'sha hozir onlayn kassa apparat mashina deydimi yoki virtualniy kassa apparat, virtualniy deydi. O'sha doringizga o'sha kod urilgan bo'lishi. Agar o'sha kod urilmasa, налоговый chiqmaydi, yana kelib sizni qo'shimcha shtraf, yana muammolar, yana tazyiqlar. Siz o'ylangki, siz dori sotishingiz kerakmisiz yo ilmingizni shu dorixonada oshirishingiz kerakmi yoki siz o'sha kodlarni doriga ulab tiqib haligi yana qilishingiz mumkin. Mexiko kodini ishlab chiqaruvchilarning o'zi qo'ymasmidi? Yo'q, siz ular Mexiko kodni ishlab chiqaruvchi o'zini fakturasini beradi. O'ylang, siz bir kunda bir 500 ta 600 ta nominal tovar olasiz. Любой dorixona shunaqa oladi hozir. Oldingiz hammasini urib chiqishingiz kerak. O'ylang, qancha siz vaqtingiz ketadi. U hali tizimlashtirilmagan bizada. U tizimlashdi, u paytda tizimlashmagan edi. Shu boshlanishdi. U tizimlashmaganda, lekin talab davay menga hamma o'sha kompyutering yoki kassa apparati menga shu kodlar bilan nima sotgan yonida kodi bilan ko'rinsin, men sistemada ko'rib turay deb soliq organlaridan talab bo'ldi. Uni получается tizimlashmagan paytda bu narsalarning hammasini vruchnoy urib borilardi. Da. Endi dorixonada mana chuvasi yana qo'shimcha ishchi olishingiz kerak. Işte bu hammasini urib o'tirish uchun dorixonaga обязательно qo'shimcha yana statya расходов, qo'shimcha xarajatlar anaqasi qo'shilib kelyapti. Xo'p, uni biramallashtirib o'tishdida, undan keyingisi referent narxlar bo'ldi. Hop, endi dorixona o'zi kompyuteri bor, o'sha zadovat qiladi. Palom dorimga, masalan, Actavigenga 10% qo'y, 15% yo 20 gacha qo'yish mumkin. Shu joyini qo'yadi. Soответственно, referent degan balodan narx birdaniga oshib qoladi. Bu qonun buzmagan. Qonundan ruxsat berilgan 20% gacha, lekin narxda referent narxdan oshirish kerak emas degan. Referent narx 2020-yilmi undan oldin ishlab chiqilib, o'sha kursda qolib ketib qolgan. Kursda raznichali inobatga olinmagan. Olinmagan, перебивать qilib, indeksigatsiya qilinmagan payti bo'lgan. O'sha payt yana boshlangan haligi tazyiqlar, yana anaqalar, shtraflar, buna qilamiz. Bechara dorixonachi endi bunisidan qutul, ikkinchisidan qutul, uchinchisiga tutilishi boshladi. Shundan og'ir o'tdi bu joylari ham. Endi buni rezultati bo'lib, ko'p dorilar rynokda yo'q bo'lish boshladi. Referent narxi o'tkazish uchun mayli hujjatli importyorlarga tegishli narsa bu.
hujjatli yig'ib olib keladi, keyin uni dokazat qilib berish kerak, что qatdan olgani bu narxi. Bu yerda ko'p savollar tug'ilishni boshladi-da. Bizani davlatimiz marketing xarajatlarini tushunmaydi, shu mashqda o'rtada narxi sal ko'tarilgan hisobi, demak marketing xarajati o'tiribdi deganini tushunmaydi. Tushunmaydi, shuning uchun ko'p muammolar rynokdan ancha dorilar o'sha payt ketib qoldi, kamayib ham ketdi. Undan keyingi bo'ladigan narsa mana hozir siz aytgan asl belgi anaqasi. Bu men o'ylaymanki, buni plus tomonlari juda ko'p. Plus tomonlari endi o'ylang, butun davlatimizda haligi dori ishlab chiqarilgan zavoddan boshlab tsepочка, u tamojniy keldi, distributor keldi, distributordan dorixona o'tdi, dorixonadan kim qaysi klient qachon sotganini, har bitta dorini отслеживать qilishi misol prozrachность berdi. Lekin unda yana ko'p muammolar kelib chiqdi. Bizda mana Turon degan kompaniya ishlaydi. O'sha Turon degan shu MX kodlarni anaqa MX nima QR kodlarni razработка qilgan, har bitta dorida o'sha QR kod bo'lishini talab qiladi. Endi u yerda muammolardan bittasi, ular aytadiki, o'sha kompaniya ishlab chiqaruvchi o'sha yerda qo'ysin QR kodni yoki inostronni pulga valyutada sotib olaylik QR kodni, so'mni sotmayman deydi. Endi o'ylangki, mana qarang, onkologiya dorilar bor, sirroz pechin dorilar bor. O'zi O'zbekistonga 50-60 dona keladi-da. 50-60 ta keladi, no yo ishlab chiqaruvchi Angliya bo'ladimi, yo Yevropeisk qanaqa davlat bo'ladi, Hindiston bo'ladi, 60 tanga alohida QR kod qilmayman deydi. Sotib olsang o'zing sotib ol shu Toshkentda deydi. Bizanikilar sotib olishga imkoniyati yo'q. Bu yerda qonunni mustahkamlab qo'ygan, что uni yevro o'sha ishlab chiqaruvchi yoki vakolatxona sotib olish kerak imенно valyutaga. O'shanda endi to'g'ri yana ancha muammolar bo'lganidan bittasi o'sha bir 20% dori yana rynokdan chiqib, yana qora bozorga yoki aylanma yo'llar bilan chiqishiga sabab bo'ldi. Hozir demak, mana shu salbiy tomoni bozordan определенный bir 10% deymizmi, 20% mahsulotlar chiqib ketdi demoqchisiz. Da. Bular внедрять qilmadi bu narsalarni o'ziga. Endi to'g'ri, tsenovoy politikasida to'g'ri kelmay, rasxodlari shuni munosabati bilan qilmaganda bular, to'g'rimi? Объем kichkinaligidan. Endi uni betdi bu просто настройка, demak O'zbekistondan qanaqadir QR kodlarni olib, o'zini sistemasi orqali tortib, keyin unga urishi, misol o'sha ishlab chiqaruvchiga qimmatga tushsa kerakdir. Balki kerak emasdir. O'zbekistonni rynok sifatida yoki bozor sifatida ko'rmasligi mumkin. To'g'ri, объем kichkina ba'zi. Объем kichkina. Demak, unga yana qanaqadir choralar topilmadi. Shu bilan qolib ketdi bu narsalar. Men oxirgacha yetmadim buni, balki решение topishgandir. Men nazarimda shu ancha mushkul bo'ldi shu narsa. Tushunarli. Bo'lmadi, решение bo'lmadi. Tushunarli. Holatlar haqida gaplashsak, yana shunaqa savol. Hozirgi kunda oldin mana bilamiz, o'zingiz aytyapsiz, mana 20-25 yil oldin dorixona yuritgansiz, bilasiz o'tdagi u paytdagi muhitlarni. Hozir baribirga muhit o'zgaryapti. Masalan, oldin aptekada, dorixonada faqat dori sotilardi. Hozirgi kunda format o'zgaryapti. Kirsangiz hozir o'sha onlayn aptekaga qo'rqib kirsangiz, hozir o'sha takoy magazinga kirgandek, butiklarga kirgandek darajagacha kelyapti-da. Format o'sha market formatga o'zgaryapti. Paraformatsiyalar rivojlanyapti, batlar ko'pgina sotilishni boshladi. Endi bu o'zgarish tendensiyani siz qanaqa ko'rasiz? Bu bir trendmi vaqtinchalik yoki bu уже shunaqa transformatsiya bo'lib ketadimi bu narsa? Mana siz ham ko'p chet elda yurasiz. Misol aytadigan bo'lsa, Angliyaning Boots degan seti bor, CVS'mida. Shunga o'xshagan seti bor, keyin Wild Green'mida shunga o'xshagan bir seti bor, bular apteka setlaridan bittasi. Kirsangiz dorixona bir chetida bo'ladi, bilsangiz. Ozgina bir qismida qanaqadir dorini qo'yib qo'ygan, atak qolgani hamma yerda misol kosmetika, bitovoy ximiya, ayollarni chochini bo'yashdan boshlab tirnoqli degan narsasigacha. Endi yana bir qiziq voqea bo'lgan. Biz mana shu soha egalari bilan Yaponiyaga borganimizda mayli kirganimizda endi Bootslarda shunga yaqin atrofda narsalar, u yerda
spirtnoy bo'limi bor edi-da. Butun dorixonada viski, aroq, konyak hammasini qo'yib qo'yibdi-da. Va o'sha men uchun anaqa nonsiz bo'lgan. Nechinchi yil edi bu? Murod akam bilan bor edi o'sha payt. Pandemiyadan oldin edi. Pandemiyadan oldin, pandemiyadan oldin. 2019-larda. O'sha menga juda nonsiz bo'ldi. Keyin bir chetida yana burgerlar sotyapti. Demak, bu normal holat ekan deb o'sha payt o'yladim. Mana biz ham shuni kelyapmiz. Endi quruq dorilar bilan hozirgi kunda dorixona rivojlantirib bo'lmaydi. Dorixonalarda baribir natsenka ограниченный, maksimum 20% gacha qo'yasiz. Endi rivojlanadigan dorixona albatta parafarmatsevtika yoki shunga o'xshash qo'shimcha narsalarni sotmasa bo'lmaydi. Mana fikringizga qo'shilaman, chunki mana oxirgi 10 yildan beri aktivna qarayman, mana shu qayerga borsam обязательно bitta aptekaga kirib, assortiment, ichki holatini e'tibor beraman. Даже o'sha esingizda bo'lsa 2017-yil Sankt-Peterburgga borganimiz esingizda bormi? Sankt-Peterburgga borib 3000, 4000 set aptekalarni top menejerlar bilan suhbat qurganimizda o'sha paytda yetishgan edi o'zi esingizda bo'lsa. Dori olib sotishdan уже bo'ldi, Rossiya pul topmayapti. Faqat уже marketing, продвижение, parafarmatsiya mana shunaqa narsalardan deb o'sha paytda aytgan edi. Haqiqatan mana bir почти bir 7-8 yil, 10 yil deganda kelyapmiz edi o'sha narsaga deb. To'ppa-to'g'ri. O'sha payt bo'lmasa ularni 3000, 4000 lab bitta tarmog'ida 3000-4000 talab aptekasi bor. Ular primoy qancha odamlar bilan kontrakt qila oladi. Shunga qaramasdan даже marja o'sha paytda kam уже ko'tarmaydi degan edi-da. O'sha esimda bor. Ular aytishgan edi, taxminan dorilarga где-то ularda JVL degan tushuncha bor, жизненно важное лекарство degan. O'shalarga misol 10% gacha, dorilargacha 30 gacha qolsa, общий dorini o'zidan, оборотidan bor yo'q 1% qoladi deb aytdi. No, alohida daromad beradigan statsia bu batlar, o'sha psevdobavkalar, parafarmatsevtika o'shalar asosiy daromad beradigan narsa, natsenka o'sha beradigan narsa o'sha. Endi Sadil aka, siz asosiy sohangiz finansist bo'lganingiz uchun finans bo'yicha sizga savol bermoqchi edim. Hozirgi dorixona egalarini asosiy finansiy xatolari nimadan iborat bugungi kundagi? Traditsionniy xatolar bo'ladi-yu baribir, oddiy-yu, lekin e'tibor berishmaydi, shunaqa. Qanaqa finansiy xatolarga yo'l qo'yishyapti hozirgi kunda? Model o'zi oson-da, 1+1 hisoblaganda oson, na samом деле, lekin misol savdo, daromad, xarajat. O'sha qilgan savdodan, to есть daromadini chiqarib, u yoqda xarajat tersa, sen qilayotgan sof foydadan chiqadi-da. Bizda dorixonalar egalarida shu narsaga hisoblashga xohish yo'q, ko'nikma yo'q, ilm yo'qmi, shunaqaroq. O'zi tegi nimadan boshlash anaqa qiladigan bo'lsa, noto'g'ri konkurensiya qilish. Mana hozir birinchi bo'lib foydani kamaytiradigan bizning dorixonalar orasida bizni kim arzon sotishga anaqa demping. Bizning traditsion instrumentimiz biznesmenlar. To'g'ri, kim arzon sotdiki, anaqa o'sha misol o'zi 100 so'mga olgan 20 so'm ustiga qo'ysa 120 so'm, 20% gacha. U qo'shilsa 19 qilib, 18, 17, 16, 15, 14 qilib, shundan oxiri 101 so'mga sotadi. O'zini xarajatlarini hisoblamaydi. Kelayotgan kelajak xarajatlari bor, risklarni hisoblamaydi. Shuning asosida bir-birini go'shnib, shu bilan bu ham daromad topmaydi, u ham daromad topmaydi. O'sha birinchi muammo bizda o'sha narx natsenkalarni, keyin narx qo'yish siyosatini, keyin konkurensiya qilayotganda dori narxi bilan konkurensiya qilish emas, berayotgan xizmatingizdan, servisingizdan konkurensiya qilish kerak-da. Xodimlaringizni ilmliligidan, mana keyin ilmda ham oddiy emas-da. Misol oddiy kiryapti bir kasal yoki bir klient, u oddiy antibiotik so'rayapti. Misol biz yaxshi ko'radigan azitromitsin dori so'rayapti. Bu azitromitsinning orqasidan yaxshi dorilar tiqsa bo'ladi-da. Misol azitromitsin olganda bizda gribok chiqadi. Fluconazol probiotiklar. Probiotik ketidan bitta vitamin tiqsa bo'ladi. Immunitet tushib ketadi, immunomodulyator tiqsa bo'ladi. Ko'p bir qo'shimcha narsalar ursa bo'ladi. Shularni bilishmaydi.
Agar siz dorixona egasi xodimini yaxshi ilm o'rgatsaki, mana shu narsani xodimi bilsa, u narxni konkurensiya qilishi shart emas. Mana shu o'zidan haligi klient narxi deb kelmaydi, уже berayotgan servisingiz deb keladi. Misol mana siz ham ko'pchilikni ko'rsangiz, korzinkaga boramiz, makroga boramiz yoki o'xshaysiz. Men уже bozordan anchadan beri bozor qilmayman olib ketgan. Qulayda, men misol narxini men bilmayman ham. Kelam olib ketdim. Qarasangiz mana shu katta do'konlarda juda ko'p potok odam o'tadi. Ular ham o'ylaymanki, borib narxni solishtirmaydi. Ular ham servis uchun kelgan. Qulaylik shu bizning xatoyimiz dorixona egalarini asosan mashinada. Bizani как бы o'z menimcha farmda emas, ko'p sohalarda ham e'tibor beraman. Traditsionniy metod bu demping. Olib kelib, tezroq arzon sotib, anundan mana shu Abdusaxiy boshqa temalarda ham bir eshitgan edim, yana televizorchilar, kimdirlar, texnikachilar $1 konteyner olib keladi va shu befoydaga ham sotadi. Ish qilib, bozorga olib olamiz, boshqa qilamiz degan tushunchalar bilan-dek, haqiqatan aptekalarimizda da ham bu muammo bor. Ayniqsa distributorlardan boshlangan bu demping qilishlik, keyin bu aptekaga o'tdi, aptekada ham shu narsalar boshlangan, servisga boshqaga qilmaydi. O'sha menimcha qilmasligini sababi ham chunki o'sha demping ushlab olgan, marja o'shani hisobiga kamayib ketgan, ijod qilay desa, bir servis qilay, bir loyallik kartalar chiqaray, nimadir qilay desa, скорее всего, anaqasi yo'q, marjasi yo'q, o'shaning uchun ham yog'iga o'tmasa kerakdir-da. To'ppa-to'g'ri. Tushunarli. Mana shu как раз shu tema ochilganda, mana shu dorixonalar savdodan tashqari yana qanaqa do'p daromadli topish kanallari bor masalan. Faqatgina savdo emas, masalan, дополнительный anaqalar. Buni dorixonani daromadini ko'taradigan ko'p anaqa narsalar bor. Misol birinchisi bu ishlab chiqaruvchilar bilan qanaqadir bir объемli kontraktlar qilish. То есть men 10 ta sotib beraman, sen shunga evaziga menga mana bu narsa qilib berasan degan bir qanaqadir retro bonus yoki qo'shimcha bir motivatsion narsalar o'shani qo'ysa bo'ladi. Keyingisi bu oddiy тоже primitivni bo'lib qolgan shu oddiy polkalar. Demak, o'sha kassa atrofida chiroyli qilib dorisini yoki qanaqadir mahsulotini chiroyli qo'yib bersangiz, shuni hisobida endi ko'z tushgandan keyin shu narsa savdosi ko'tariladi. Shunga dorixonalar savdosi ko'tariladi, qo'shimcha daromad ko'tariladi. Xo'p, keyin yana bittasi seminarlar qilish. Misol farm kompaniyalarga aytsa bo'ladiki, bemalol san doringni mana xodimlar bilish xohlasang, bitta yaxshi seminar qilasan. Seminarni narxi, скажем, 5 million, 10 million qanaqadir bir qiymat turadi deb aytsa, o'sha farm kompaniya o'sha dorixonaga to'lab beradi. O'sha ham to'laydi, ham ilm ham beradi. Tushunasizmi? Shundan daromad qilsa bo'ladi. Продвижениyalar hozirgi aytganingizdek, demak, ответственность olib, ozgina продвигать qilishni bo'yniga olish kerak bo'ladi-da. Da, mana bu dorixonalarda даже shu ishlab chiqaruvchilar keladi, aytadi, 10 ta olsang, bittasida keyinga beramiz. Bu ham qo'shimcha daromad. Keyin yoki объемный соглашениyalar qilsa bo'ladi. Misol, bir qiymat summa distributordan olaman, sendan shuncha so'mdan qilib beraman, boshqalardan sendan olaman. O'shaning evaziga sen menga mana bunaqa bir qo'shimcha endi bonus 4%, 3%, 5% bir yana anaqadir вознаграждение berasan deydi. Endi yana baribirga aylanib o'girilib, hozir masalan aytayotgan кейslaringiz, masalan, kanallar deylik, o'sha объемga chiqarib berish, bunaqa retrolar, boshqalar olish uchun albatta уже ma'lum bir miqdorda aptekachi ответственность olish kerak bo'ladi. Da. Endi uni sotish kerak bo'ladi. Sotish uchun первостольникka bilimi bo'lish kerak. O'shani hisobiga menimcha mana shu joyda to'xtab qolishadi. Hali o'zi olib qo'ygani bilan первостольникka o'qitmaydi, qaramaydi, keyin shu bilan ответственность olib qo'ygan uni bajara olmaydi, keyin shu bilan ola olmaydi, keyin oxiri o'zini ham hafsalasi pir bo'ladi deb o'ylayman mana shu ko'p одиночный yoki bunaqa aptekalarni. Demak, baribirga shu первостольникlarni o'qitish bu baribirga dolzarb masala deb bilaman-da shu. Menga ko'p savol berishadi. Mana sen xodimlaringni shuncha o'qitasan, rosa pul tiqasan, sen qo'rqmaysanmi? Mana ketib qoladi-ku xodimni. Men uni o'ylamayman. Men bilasizmi nimadan qo'rqaman? Shu odam mendan qolib ketadi deb qo'rqaman-da, o'shancha o'qitaman. Lekin mana shu narsa nimagadir aptekachilarning orasida
shu judayam bir ko'pchilikda shu fikr. Nima investitsiya qilmaysizlar, nimaga o'qitmaysizlar degan men ham ko'p gaplashsam, ko'pchilikning fikri shu. Hozir men unga pul tikib qo'ysam, ketib qolsa-chi, u keyin unisi 100-500 ming ko'proq oylik beradi, o'shanga o'tib ketadi. U bu degan fikrda. Keyin bir xil payt o'ylayman-da, masalan, mana farmatsevtika bozor, mana dorixona, distributsiya, ishlab chiqarish, mana bizning yo'nalishimiz asosiy masala mana продвижение, marketing desa, o'zi bu yo'nalishni bizga kim o'rgatgan o'zi? Tegib, analiz qilsa, shu bir paytlar 20 yil, 30 yil oldin anaqalar kirib kelgan, yevropeyskiy kompaniyalar kirib kelgan, ularda bu bilim bo'lgan, shu bilimlarni o'rgatib shakllanganda o'zi aslida buni o'ylab qarasangiz. Mana hozir oxirgi qancha bir 15 yil shu konvertatsiyalardan keyin уже sekin ko'p kompaniyalar chiqishi, unaqa agressivniy rynokka kirishi to'xtatishi boshladi. O'sha paytdan уже bu bilimlar ham уже pasayib borishni boshladi-da. Men o'zimcha bundoyin o'zimiz yo'nalishda analiz qilsam, mana shunaqa deb ko'ryapman-da bu narsani. Endi aytmoqchimanki, dorixonalar ham agar bu narsani shunaqa o'ylayversa, qachon rivojlanadi? Hamma pul tikishdan qochaversa, xodimlariga. Bitta bilasizmi, Oybek, men boshqacha tushunaman bu narsani. O'sha paytda siz sal orqani ko'rdingiz, o'sha paytda chet el kompaniyalarga kirganda ilm bor edi, bilim bor edi, dorixonada haqiqatan o'sha baryer bor odam birinchi o'qitish kerak. O'zini birinchi o'qish kerak. Bitta yaxshi domla topib o'zini o'qitib olish kerak deydi. O'zini olib kelib o'qitib, misol o'shanga ilm berish kerak. Siz mana o'sha ilm bersangiz, sen mana ilm olding. Sen xohlaysan, mana xodimlarga shunaqa ilm olishini, demak sen uni ilm berishing keraksan. O'qitishing keraksan, shunga san соответствие qiladi o'sha o'zingni anaqadan, bilming ham, xodimingning bilimi ham shuni to'g'ri keladi. Xodim oldin ketib qoladi, buni ilmi past bo'lsa, xodimlik o'qitib qo'ygan bo'lsa, или же наоборот bo'lib qolsa, то есть teskarisi ham bo'lmaydi. Baravar rahbar ham o'sish kerak, birgalashib, bir xilda o'sish kerak. Agar lekin zo'r aytdingiz, baryerni asosiy sababi o'sha odamning o'zida. O'zi gordoshkasi o'zida. O'zi rivojlantirmaydigan narsasi o'zi. Uni yaxshi ilm berib, o'zi treninglar borib, uchinchisidan xodimlar ilmi bo'lsa, o'shalar ko'proq daromad olib keladi. Endi любой biznesda ham bilasiz, xalq qiladigan narsa kadr. Sizni misol o'ylang, kadringiz zo'r bo'lsa, qanaqa komandangiz zo'r bo'lsa, korxonangiz qanaqa zo'r rezultatga yetishadi. Agar kadringiz juda slab bo'lsa, qanaqa narsa. Xuddi anaqada kemada ketayotganingiz bir kapitan kuchli bo'lib, yonida matroslari ham zo'r bo'lsa, kema oldinga qarab uchadi, suzadi. Haligi maryaklar slab bo'lsa, u kema joyida cho'kadi. Kecha bitta shunaqa holat bo'ldi. O'zimizning общий o'rtog'imiz, yaxshi set aptekalardan bittasi, kechqurun прогулка qilib aylanib yurdik-da, keyin kirdim. Aptekaga soat 11:30-12 bo'lgan. Kirdimda, biz o'sha Ocean Orzax kompaniyasining haligi batlarini olib kirganmiz. Shu bormikan, vykladkalari qanaqa turgan ekan deb kirdim. Kirdim, qaradim, sразу endi o'zim bat отделga borib qarab ko'ryapman. Birinchi o'chirtda kirishim bilan to'g'rimda o'tiribdi, turgani ham yo'q. O'rnida turgani ham yo'q. Unga ham maylan dedim endi. Hozir menimcha shunaqa normalniy bo'lsa kerak dedim. Biz yurgan paytimizda har holda hurmat yuzasidan mijozga turilardi. Keyin kirdim, batni qarayapman, nimaga kelding, nima qidiryapsan? Hech qanaqa savol yo'q, reaksiya yo'q sotuvchida. Keyin qaradim, topolmadim. Keyin keldimda so'radim, aytdimki, mana shunaqa dedim, Ocean Orzax batlari bormi sizlarda desam, birinchi tushunmadi-da, yo'q, sразу yo'q deyordi. Sразу yo'q deyordi, keyin kompyuterga qarashni boshladi. Endi men o'yladimki, o'sha bildim, что sразу yo'q deyorganidan anaqa yaxshi tushunmadi, yana kontrolni tekshirayotgan bo'lsa kerak dedim, programmasini qaradi-da, men kutib turibman, ijob ham bermayapti-da. Keyin bor ekanmi deb qayta so'rasam, yo'q dedim-ku deyapti. Такое одолжение bilan yo'q dedim-ku deyapti. Shunaqa jahlim chiqib ketdi-da. Keyin aytdimki, nimasan men bilan bunaqa gaplashyapsan? Sразу keyin sansirashga o'tib ketdim, jahlim chiqib ketdi-da. Aytdim, nimasan men bilan bunaqa gaplashyapsan? San dedim, so'ramaysanmi o'zi? Nima so'raganimni bildingmi dedim. Men dedim, vitamin so'rayapman. Xo'p dedim, men so'ragan vitamin bo'lmasa dedim, balki boshqasi bordir dedim. То есть o'sha mana ko'ryapsizmi, do'p prodajalar qilishga,
boshqaga muomalaga e'tibor yo'qda, pritom yana ko'zga ko'ringan anaqalarimizdan, setlarimizdan bittasi edi-da. Keyin как раз o'rtog'im bilan edimda, chiqdimda, o'rtog'imga yetib bera olmayman, endi bu sohadan emasda. Men egasini qaradim, bechorani do'ma. Arenda to'laydi dedim. Men bunga oylik beradi dedim. Налоговый, ses, manu uchastka o'ydim, 50 ta odam proverka keladi dedim. Qancha dedim, anaqa dedim, ovoragarchilik, shu yerdan polkadan bir narsani sotish uchun dedim. Ключевой joydagi o'tirgan odami, именно shu joydagi o'tirgan odami mana munosabati deb endi o'sha yerda nima desam ekan, yana rahbarlarga yetkiza olmayaptimi anaqalarni deb o'yladim. Первостольникlar yetmayaptimi, yo yana o'sha o'qitish bo'lmayaptimi? Hayron qoldim-da. Xullas, demoqchimanki, hali ham juda pichalniy vaziyat anaqada, rynokda первостольникlar bo'yicha juda ham pichalniy. Vaziyat og'ir. Birinchidan bu kechqurun do'sti 11larda aylanayotgan dejurniy, naверняка u qanaqadir student unga qiziq emas. Shu yerda kelib ertalabgacha misol hozir 12-1dan kishinda dorixonaga yopadi-da, ichkariga bir uxlab, keyin chiqib ertasiga maktabga ketsa, institutga ketsa, unga shu qiziqroq bo'lsa kerak. Endi опять же misol o'sha rahbar anaqasi обязательно men o'zim to'g'rimda gapirib beray. Men ilm bilan xodimlar shug'ullanmasdan, menda задача bor edi, xodimimga bizada HR'imiz bor edi. Bor edilar. Suriy Mustafayevning ayol juda ilmli, juda bir talabchan, haligi bir sovet anaqasini ilmini olgan kishi-da ayol. Ularga talab, men bilmayman derdim. Men kirgan paytda dorixonamning xodimim darrov javob bo'lishi kerak, ilmi zo'r bo'lishi kerak. Haligi xo'p derdi-yu, lekin hali kelib bir portlab ham ketardi. Balen bular tushunmabdi, men ularga ketishga harakat qilaman. Haligi talablar qo'yaman, imtihonni haligi o'rganishga bir qog'ozli bilan borib o'qib, menga imtihon topshirasan deyman. O'sha imtihon topshirmayman, to'polon qiladi, ishdan ketib qoladi. Men balki haligi ularni ilm bermasman ularga, u ketib qolsa ular haligi bizni keyin qadr qiynalib ketamiz deydi. O'shanda endi ayol sal talabi kuchliroq, sal yumshoqroq bo'lganda iltimos qilardim-da, endi baribir shunda ham harakat qilardi, kadr tekuchkasi baland. Endi yaxshi xodimga suvni so'rab keladigan suvchilar ham ko'p-da. Shu yo'l bilan. To'ppa-to'g'ri, Citramon, boshqa parashoklar, ba'zi anaqalardan urilgandan, naminavanyalardan endi ko'proq u dorilar bilasizmi? Xronologik emas, xronik dorilar. То есть bir odam постоянно Plavix yuradi. Plavix yoki burni bitadi, snup ishlatadi. Uni u dorini kechasi uyg'otib so'rasangiz ham, shu dorini точно narxini aytib beradi sizga-da, yoddan biladi. Sal nari dorixona arzonroq bo'lib qolsa, o'sha yerda arzon ketdi, psixolog ketdi, o'sha demak hamma narsa arzon, psixolog ketadi. Plavix o'zi qimmat dori. Shu dorilarni birinchidan ko'ra olish kerak, bila olish kerak. Ularga alohida bir narx politikasini qilish kerak. Tushunarli. Endi mana ozgina обучение haqida gapirdik. O'sha aytganimizdek, shu fikr shakllangan ko'p dorixona rahbarlarida. Hozir lekin sal o'zgaryapti, men sezdim. Bir ikkita ko'chlar bilan gaplashganimda ham Navoiyga uzoq taraflarga ham, viloyatlarga ham ko'chlarni chaqirib, 3 oylab, 4 oylab o'sha yerda masalan обучениyalarni tatbiq qilishlar уже boshlanibdi. Masalan, onlar regionlar вообще bu narsaga e'tibor bermasdi. O'sha mana shu fikr baribir endi talabga qarab o'zgarsa kerak-yu, lekin buni forsировать qiladigan nima yo'llari bor deb o'ylaysiz? Mana shu dorixona rahbarlari bilsinki, shu xodimiga investitsiya qilmasa, o'qitmasa, anu ichidagi baryerni olib tashlash kerak. Shu ketib qoladimi, ketib qolmaydimi, ketsa ham baribir shu rynok ichida yuradi, baribir oz ketsa, indinga qaytib kelish ehtimoli ham bor-ku masalan. Shuni qanaqa qilib shunaqa baryeri bor odamlarga nima tavsiyami yoki bir anaqa etsak bo'ladi?
xodimlarni o'qitishga baryeri bor odamlarga. Ha, mana bor-ku o'sha. Yo'q, men ketib qoladi deydi. Хорошо. O'sha baryeri bor odam birinchi o'qitish kerak. O'zini o'qitish O'zi birinchi o'qish kerak. Da bitta yaxshi domla topib o'zini o'qitib olish kerak degan. da o'zini olib kelib o'qitib, misol o'shanga ilm berish kerak. Mana shu ilm bersangiz, sen mana ilm olding. Sen xohlaysan, mana xodimlarga shunaqa ilm olishini, demak sen ilm berishing keraksan. O'qitishing keraksan. Shunga sen соответствовать qiladi o'sha o'zingni anaqang ham, bilming ham, xodimingning bilimi ham shuni to'g'ri keladi. Xodim oldin ketib qoladi, buni ilmi past bo'lsa, xodimlik o'qitib qo'ygan bo'lsa, или же наоборот bo'lib qolsa, то есть teskarisi ham bo'lmaydi. Baravar rahbar ham o'sishi kerak, birgalashib. Bir xilda o'sishi kerak. Agar lekin zo'r aytdingiz, baryerni asosiy sababi o'sha odamning o'zida. O'zi. O'zga go'rlishkasi o'zida. O'zi. Rivojlantirmaydigan narsasi o'zi. Uni yaxshi ilm berib, o'zi treninglar borib, что uchinchisidan что xodimlar ilmi bo'lsa, o'shalar ko'proq daromad olib keladi. Endi любой biznesda ham bilasiz, xalq qiladigan narsa kadr. Sizni misol o'ylang, kadringiz zo'r bo'lsa, qanaqa komandangiz zo'r bo'lsa, korxonangiz qanaqa zo'r rezultatga yetishadi. Agar kadringiz juda slab bo'lsa, qanaqa narsa. Xuddi anaqada kemada ketayotganingiz bir kapitan kuchli bo'lib, yonida matroslari ham zo'r bo'lsa, kema oldinga qarab uchadi, suzadi. Haligi maryaklar slab bo'lsa, u kema joyida cho'kadi. Kecha bitta shunaqa holat bo'ldi. O'zimizning общий o'rtog'imiz, yaxshi set aptekalardan bittasi, kechqurun прогулка qilib aylanib yurdik-da, keyin kirdim. Aptekaga soat 11:30-12 bo'lgan. Kirdimda biz o'sha Ocean Orzax kompaniyasini haligi batlarini olib kirganmiz. Shu bormikan, vykladkalari qanaqa turgan ekan deb kirdim. Kirdim, qaradim, sразу endi o'zim bat отделga borib qarab ko'ryapman. Birinchi o'chirtda kirishim bilan to'g'rimda o'tiribdi, turgani ham yo'q. O'rnida turgani ham yo'q. Unga ham mayli dedim endi. Hozir menimcha shunaqa normalniy bo'lsa kerak dedim. Biz yurgan paytimizda har holda hurmat yuzasidan mijozga turilardi. Keyin kirdim, batni qarayapman, nimaga kelding, nima qidiryapsan? Hech qanaqa savol yo'q, reaksiya yo'q sotuvchida. Keyin qaradim, topolmadim. Keyin keldimda so'radim, aytdimki, mana shunaqa dedim, Ocean Orzax batlari bormi sizlarda desam, birinchi tushunmadi-da, yo'q, sразу yo'q deyordi. Sразу yo'q deyordi, keyin kompyuterga qarashni boshladi. Endi men o'yladimki, o'sha bildim, что sразу yo'q deyorganidan anaqa yaxshi tushunmadi, yana kontrolni tekshirayotgan bo'lsa kerak dedim, programmasini qaradi-da, men kutib turibman, ijob ham bermayapti-da. Keyin bor ekanmi deb qayta so'rasam, yo'q dedim-u deyapti. Такое одолжение bilan yo'q dedim-u deyapti. Shunaqa jahlim chiqib ketdi-da. Keyin men aytdimki, nimaysan men bilan bunaqa gaplashyapsan? Sразу keyin sansirashga o'tib ketdim, jahlim chiqib ketdi-da. Men aytdim, nimaysan men bilan bunaqa gaplashyapsan? Sen dedim, so'ramaysanmi o'zi? Nima so'raganimni bildingmi dedim. Men dedim, vitamin so'rayapman. Xo'p dedim, men so'ragan vitamin bo'lmasa dedim, balki boshqasi bordir dedim. То есть o'sha mana ko'ryapsizmi, do'p prodajalar qilishga, boshqaga, muomalaga e'tibor yo'q-da. Pritom yana ko'zga ko'ringan anaqalarimizdan, setlarimizdan bittasi edi-da. Keyin как раз o'rtog'im bilan edimda, chiqdimda, o'rtog'imga aytib beraman, endi bu sohadan emas-da. Men egasini qaradim, bechorani do'ma. Arenda to'laydi dedim. Men bunga oylik beradi dedim. Налоговый, SES, manu uchastka dedim, 50 ta odam proverka keladi dedim. Qancha dedim, anaqa dedim, ovoragarchilik, shu yerdan polkadan bir narsani sotish uchun dedim. Ключевой joydagi o'tirgan odami, именно shu joydagi o'tirgan odami mana munosabati deb endi o'sha yerda nima desam ekan, yana rahbarlar yetkiza olmayaptimi anaqalarni deb o'yladim. Первостольникlar yetmayaptimi, yo yana o'sha o'qitish bo'lmayaptimi? Hayron qoldim-da. Xullas, demoqchimanki, hali ham juda pichalniy vaziyat anaqada, rynokda первостольникlar bo'yicha juda ham pichalniy. Vaziyat og'ir. Birinchidan bu kechqurun do'sti 11 da aylanayotgan dejurniy, naверняка u qanaqadir student, unga qiziq emas. Shu yerda kelib ertalabgacha misol hozir 12:00 kishinda dorixona yopadi-da, ichkariga bir uxlab, keyin chiqib ertasiga maktabga ketsa, institutga ketsa, unga shu qiziqroq bo'lsa kerak. Endi опять же misol o'sha rahbar anaqasi обязательно men o'zim to'g'rimda gapirib beray.
man ilmi bilan xodimlar shug'ullanmasdan manda zadacha bor edi. Xodimimga bizada HR'imiz bor edi. Bor edilar. Suri Mustafani ayol juda ilmli, juda bir talabchan, haligi bir sovet anaqasini ilmini olgan kishi edi ayol. Ularga talab men bilmayman derdim. Men kirgan paytda dorixonamda xodimim darrov javob bo'lishi kerak, ilmi zo'r bo'lishi kerak. Haligi xo'p derdi-yu, lekin hali kelib bir portlab ham ketardi. Bular tushunmabdi, men ularga ketishga harakat qilaman. Haligi talablar qo'yaman, imtihonni haligi o'rganishga bir qog'ozni berib borib o'qib, menga imtihon topshirasan deyman. O'sha imtihon topshirmayman, to'polon qiladi, ishdan ketib qoladi. Men balki haligi ularni ilm bermasman ularga, u ketib qolsa ular haligi bizni keyin qadr qidirib qiynalib ketyapmiz deydi. O'shanda endi ayol sal talabi kuchliroq, sal yumshoqroq bo'lganda iltimos qilardim-da, endi baribir shunda ham harakat qilardi, kadr tekuchkasi baland. Endi yaxshi xodimga suvni so'rab keladigan suvchilar ham ko'p-da. Misol bizda ishlagan xodimlar ko'p farm kompaniyaga o'tib ketgani ko'p yoki ministerstvalarga o'tib ketgani ko'p. Biz qanaqadir endi so'mgacha oylik beramiz, undan ko'pi bizga pozvolat qilmaydi. Bergisi keladi, lekin sovdingiz, marjinalnisingiz, finansiy с точки зрения to'g'ri kelmaydi. Xolis ularga bera olmaysiz. Shunda ular potaxa bering, bizga ketdi deb ketib qolishadi. Shunda endi boshqa tengisini olib, endi ilm berib, o'qitib, shunda ham oson bo'lmaydi. Demak, men baribirga o'qitganingiz bilan, investitsiya qilganingiz bilan tekuchka baribir bo'ladi. Chunki u odam o'sishi kerak, rasmiy bilim bo'lgandan keyin, to'g'rimi? Lekin bunda zatsiklivitsiya qilmasdan, baribir bu anaqani to'xtatmasdan aylantiraverish kerak. To'g'rimi, sizning fikringiz bo'yicha? Da, ilm berish obязательно to'xtatish kerak emas. Korxonada albatta kattaroq dorixona tizimi bo'lsa, dorixonada obязательно HR bo'lib ilm berishni bir yo'lga qo'ygan bo'lish kerak. Agar dorixonalar tarmoq kichikroq bo'lib yoki o'sha o'rtacha bo'lganda ham shu HR-ni topolmay, ilm beradigan trener topolmasa, obязательно qanaqa hozir juda ko'p kompaniyalar chiqqan, o'sha qo'shimcha ilm beradigan, bilim beradigan, keyin ko'nikmalarni to'g'ri qo'yib, o'sha savdo skriptlari bor, savdo skriptlarini ularga o'rgatib, shularni qilsa bo'ladi. Tushunarli. Sizlarda xodimlarni o'qitishni hozir eng samarali usullari qaysi biri? Hozir masalan onlaynmi, offlaynmi yoki mana shunaqa outsource berishmi, ichida o'zida qilishmi? Uni turlari ko'p. Men ko'proq praktikada anaqa qilganimizda, endi birinchisi agar korxonaning ichki ko'nikmalar berish bo'ladigan bo'lsa, demak bu savdo ko'tarish, klientlar muomala, возражение bo'ladigan bo'lsa, ularga javob berish, keyin o'sha klientni ushlab qolish, keyin klientni ushlab qolganda keyin qaytib kelishini ta'minlash, o'sha ko'nikmalarni внутренний bilim beriladi-da u narsalarga-da. Buni как базовый bo'lish kerak-da уже bu. Ichida. Da, и o'sha HRS yoki o'sha ilm beradigan anaqangiz, xodimingiz mana shu narsalarni ba'zi obязательно o'rgatish kerak. Bu aytgan narsam o'zi misol hozir bir 7 ta narsa aytgan bo'lsam, bu bitta dars emas, bu kamida 1 yillik dars. Pasdan qaytarib davay o'sha dars o'tdizmi, o'tgandan keyin savdoga chiqqandan keyin o'sha HRimiz turadi, xuddi shu o'rgatgan ko'nikmasi davay klientni sinadiydi. Klientga nisbatan uyalish ko'p bo'ladi, hijolatchilik bo'ladi, biz shu narsani etolmasligi bo'ladi-da, shuni etkin deb chiqartiramiz uni, shu zanjir uzamiz, чтобы bemalol shu narsani qilishga. Ikkinchisi, bu farm kompaniyalardan ko'proq ilm beriladigan bu dorilar yengil chiqsa, qanaqadir kelishadi, dorixonani o'zida birinchi непосредственно shu oldiga keladi, misol ertalab smena bo'lsa, ikkita uchta qizni olib, sekin bir chetda bitta savdo qilib turadi, ikkitasiga o'rgatadi, o'rgatgandan keyin ikkita savdoga o'tib, bittasi chaqirib, unga ham o'rgatadi. Taxminan 1 soat
farm krujoklar. Shu prям soda zalni o'zida, prям oldida sotib ko'r, davay anaqa qilib, eshitganim anaqa qilib joyda qilsa bo'ladi-da, o'lsa misol anaqadan uzilmagan holda. Keyingisi yoki qana bir seminarlar yoki qana krujok qilganda ham har bitta filialdan ikkita xodim olsa, shu joyga chaqirib, dorixona yopilmaydi, shunda bularga ilm berib, keyin qaytarib ularni qo'yib, keyin ular qoyalarni olib, yana hamma filialga yig'ib, ularga ham ilm berib, keyin qo'yib qo'ysa bo'ladi. Shunaqa variantlar bor. Lekin baribirga hozirgi kunda oldingiga qaraganda, o'sha 10 yil, 15 yilga qaraganda baribirga ilm olish ancha arzon va ancha dostupniy bo'lib qoldi deb o'ylayman-da, любой sohada o'zi umuman. Chunki mana hozir bitta YouTube ga kirsangiz ham, boshqa qilsangiz ham ChatGPTlar, boshqalar qancha masalan statiyalar, informatsiyalar beryapti-da. Bu yog'iga endi baribirga ozgina sabr o'tirish kerak, ozgina o'zini ustida ishlash kerak. Unaqa qimmat bo'lmadi-da bilim olish hozirgi kunda, chunki mana biz o'sha OTC proyektimizda qo'yganmiz, bir oyda 2 marta 20 tadan обучать qilyapmiz первостольникlarni-da. Обучать qilganda masalan чисто o'zimizdan produksiyalarga emas, mana shu texnika продаж, zaminalar, boshqalar, farmakologiyalarni o'rgatish bo'yicha zo'r odam yig'ib kelishyapti-da. Tikinga, mana bu coffee breaklar bilan, boshqalar bilan qilib berayotgan proyektimizga meditsinskiy представительlarimiz zo'r odam yig'ib kelyapti-da. Kelmaydi. Bugun kstati как раз bo'ldi-da, bugun yaxshi odam to'lib boshqa qildi, keyin bugun yaxshi bo'pti odam kelibdi desam, taksisigacha pul berdi deyapti-da. O'zimiz taksisigacha pul to'lab, olib kelib o'qitdik deb mana shunaqa deyishyapti-da. O'shaning uchun lekin biz hozir mana aytganimdek Farm klub assotsiatsiyamizni rivojlantirish, ya'ni как бы возобновить qilishni boshladik va uni rivojlantirish maqsadida baribirga bilmayman, hatto aptekam bo'lmasa ham, menda shu bo'l bor-da, haligi provizorlarning muammosi nimagadir menga qattiq o'tirib qolganda. O'shanga hozir birinchi bo'lib biz Farm klub ichida Farm klub akademiyasini tashkil qildik. Zo'r. Hozir bizning birinchi produktlarimiz bu первостольникlarni o'qityapmiz, заведующий aptekalarni o'qityapmiz, koordinatorlarni. O'sha hozir 5 ta 10 ta setga qaraydigan koordinatorlarni обучениясini hozir dasturlarini tugatib, hozir mana endi zapuskka boshladik. Orada такой reklamniy pauza qilib ketyapman. Молодец. O'shaning uchun kelish kerak, o'qish kerak, baribirga rivojlanmasa bu, lekin sezyapman oldingiga nisbatan sal o'sish bor. Dinamika katta emas-u. Lekin juda ko'pchiliklar o'zi bu narsaga переживать qilishni boshlabdi haqiqatan. Xo'p, keyingi savolimiz shu dorixona biznesini kelajagiga, dorixona faoliyatiga marketplace'lar, IT решениyalar qanchalik ta'sir qiladi va xavfi bor sizning fikringizcha? Avvalambor hozir zamon rivojlanyapti. Oldingi bo'lgan narsalar hozirgi kunda to'g'ri kelmabdi. Hozir настолько rivojlanganki, ishda o'tirib, telefonda turib, narsa dastlab, ovqat dastlab kelib, bu narsa hozir haqsi bo'lyapti. Shu yo'sinda dorixonalar ham katta distributorlar ham o'tirgani yo'q. Bular 2-3 tasi bor. Otini aytsam to'g'ri bo'ladimi, bo'lmaydimi, reklama bo'lib qolarmikan, ular shu приложениялар orqali dorilarni yetkazib berishyapti. Yetkazib berganda ham o'zi любой odam taksidan jo'natish mumkin emas. Farmatsevtik provizor o'zi maxsus mashinada olib kelib, qo'liga berib, mana shuni qilib, yo'lda kartani to'lagan bo'lsa, terminalni pulni olib yechib, dorisini berayotgan joylarni ko'rib turibmiz. Lekin bular o'sadi. Qanchalik tez o'sadi men bilmayman. Ko'pincha bizda bilasizmi, dorixona kichkinagina bir sog'liq uyida, ruschasi aytganda, маленький dom здоровья. Dorixona kelib, provizor bilan gaplashib, shu narsa to'g'ri kelarmi, emasmikan, uni fikri, undan tashqari yana bunda doridan ko'proq tuzroq, qanaqadir bir yaxshiroq dori chiqqanmikan. Shularni ilm olgani, keyin o'zini hasratini aytganda bir joy bo'lib qolganda, odamlar
sotsial baribir mavjudot, ular gaplashgisi keladi. Bu narsa IT anaqalar oldinga qarab ketib qolmaydi. Rindik bir 3-4, maksimum 6% olishi mumkin. Baribir bu soha spetsifik demoqchisizda, Da. boshqa sohalarga qaraganda. Da. Baribir spetsifik. Endi o'zingiz ko'rib bilib, sog'lig'ingiz bilan ishlatiladigan narsa-da, dajichi misol oddiy pantoprazol dorisini sostavini oladigan bo'lsa, misol pantap yoki shunga o'xshagan pantanol, boshqa dorilar ham bor, otlar ismida yo'q. Sizga o'sha pantap yozib bergan bo'lsa, o'rniga o'tadigan 100 ta dori bor. Yo'q, deb turib oladi, menga imunda shu kerak deysizda. O'shanga o'sha umuman shu keraklik убедиться qilish uchun baribir dorixonaga borasiz. Dorixona sizga almashtirib bersa, ishonasiz, lekin sizga mana bu zamena qilib через приложение kelsa, yo'q, men kerak emas deb qaytarib yuborasiz. Tushunarli. Sadilla aka, mana hozirgi kundagi holatdan kelib chiqqan holda, masalan, 4 ta, 3 tami, 4 tami, 5 tami deylik, aptekasi bor korxona, 40 ta 50 tasi bor korxona bilan qanaqa qilib konkurировать qilsa bo'ladi? Endi bu modeliga boru, biznes modeliga 3 ta 4 ta dorixonasi bor dorixona ancha katta anaqasi dorixona tarmog'ida bo'lgan, dorixonalar ko'p bo'lgan nisbatan gibkiroq bo'ladi, kichikroq. Demak, o'zgaruvchan, demak, u tezgina marketli, aldagi ichida aldagi oddiy soklidan boshlab energetikalar yoki tam aldagi parafarmatsik batmatis tez qo'ya oladi. Ani sal vaqt kerak bo'ladi qo'yishiga, o'zgarishiga. Keyin bu tezroq IT решениyalar qabul qilib, tezroq rivojlanishi mumkin. Решение tezroq qabul qilinadi. Katta dorixonada обязательно anaqa bo'ladi, bir уровеньlar bo'ladi. Уровеньdan chiqqanda ikkinchi odamga, uchinchi odam, to'rtinchi odam, oltita kollegialni hal qiladi. Hamma bo'ladi shu ishchi, keyin sekin qo'yish imkon bo'ladi. O'shanga men o'ylaymanki, konkurensiya bo'ladi, lekin katta dorixonani savokuplangan daromadi kattaroq bo'ladi, bu kichikroq bo'ladi. Agar bu kichkina dorixona tarmog'ini rahbarini berayotgan savdosi yoki daromadi qoniqmasa, unga sotib olish mumkin, katta kengayadi. Tushunarli. 5 yildan keyin dorixonalar qanaqa holatda bo'ladi deb o'ylaysiz? Hozirgi situatsiya, mana shu o'zgarishlar ko'ryapsiz, juda ham tez bozor o'zgaryapti. Bunaqa tempda ketsak, 5 yildan keyin qanaqa holat bo'ladi dorixonalarda? Endi ideal dorixona tushunchasi davlat struktura organlarida уже bor, qanaqa bo'lishi kerak? Agar xuddi shu aytayotgan dorixona portretidagi dorixona bo'lsa, zo'r. Biz ham 5 yildan keyin viski sotamizmi? Ular ko'rishmagan, uncha Yaponiyaga borib kelish kerak. Ular endi uni ko'rmagan. Agar shu ideal dorixona qiladigan bo'lsa, dorixonalar soni kamida 30-40% kamayishi kerak. Hozirgi holatdan kamayadi. Hozirgi holatda kamayishi kerak agar qila olsa. Agar qila olmasa, shu holatda qolib ketib qolish xavfi bor. Bizda bilasizmi? Buni kim qilish kerak? Davlatni nazarda tutyapsizmi yoki biznes egalarinimi? Biznes egalarini. Biznes egalarini mana bunaqada, mana men hozir mana bilasiz, o'zingiz dorixona biznesidan chiqib ketdim. Oxirgi yarim yil oldin sotib yubordim. Endi chiqib ketishim sababli, chunki meni o'shancha siz zo'r bekitib gapirasiz deb shuning uchun birinchi siz chaqirdim. Rahmat. Endi daromad dorixonalarda sekin tushib boryapti, chunki xarajatlar ko'tarilyapti. Birinchi xarajatlarimizdan bo'lgan bo'lsa bu arenda, keyin ishchilarning oyligi oldin qo'pol qilayotgan $300 ga 3 million so'm pul bo'lgan bo'lsa, hozir $300 misol qancha bo'ldi? 4 million bo'ldimi? 4 million bo'ldi yoki shunga o'xshab 4 millionga уже mana hozirgi kommunalkalar anaqalarga menga yetmabdi deyapti-da. Shunga menga oyligimni o'sha 3 million 4 million oylik oladiganlar menga oyligimni 10 million qilib ber, 15 million qilib ber. O'shanda men o'sha paytda $300 ga teng bo'lgan oylayotgan bo'laman deyapti-da. Misol tushunsangiz, inflyatsiya hisobiga, kommunallarning oshib ketgan hisobiga
oziq-ovqat oshib ketgan hisobiga, endi eslar qo'shildi ko'p narsalarga. Endi 2013-yillik kurs misol 3000 bo'lgan bo'lsa, hozir 13000. Demak, kurs 4 barobar oshdi. 4 barobar kamida oyligingizni ko'tarishga, asovda unaqa oshgani yo'q. Asovda 4 barobar umuman ko'tarilmadi. Поэтому boshqa statsiyada xuddi birinchisi arenda bo'lsa, ikkinchisi oylik, uchinchisi davlat tomonidan tushayotgan nagruskalar, regulyatorlar tomonidan o'sha demak IT решениялар. IT решение programmalar arzon turmaydi. Ularni внедрять qilishingizga vaqtingiz ketadi. Shtraflar, bano to hali uni qo'ygunishi shtraflar qanaqadir kelib qoladi. Keyin sizni fasadingiz kimgadir yoqmay qoladi, boshqatdan fasad qilgin deydi, tozaligiga qarang. O'zida tutilmagan rasxodlar ko'p. Juda ko'p o'zida tutilmagan rasxod. Lekin u paytda ijara haqi misol oldin shu 13-yil misol $300, $400 turgan joylar hozir kamida $1,500 ko'tarilib ketganda. То есть dorixonani daromadi prям mana shunaqasiga konkret pasayib boryapti. Savolingiz nima edi? Savolim nima aytayotganim hozir? 5 yildan keyingi holati. 5 yildan keyin holatda. Endi daromad tushib ketayotgandan keyin, soответственно, dorixona ushlab o'tirish невыгодно hisoblanadi. Undan ko'rasi uni ijaraga berib yuborish yoki o'zingiz yollama xodim bo'lib ishlasangiz, kimgadir o'sha arzonroq tushyapti, ko'proq daromad topasiz. O'ylang, o'zingizning dorixonangiz bor, misol 4 ta dorixonangiz bor, o'sha 4 ta dorixonangizdan misol qo'pol aytganda $4000 foyda ko'ryapsiz. O'zingiz joyingiz sizga qora qozonib qaynashga ketyapti deysiz. Undan ko'ra o'shani 4 tasini $1,500 dan arenda berorsangiz, hamma risklaringiz kamayib ketadi, yo'q ketadi avtomatik. Keyin o'sha o'zingizning narxingiz bor. Siz kuchli xodim bo'lsangiz, o'zingiz narx misol o'zim bu $2000-3000 oylik oshib ketsangiz ham o'sha sesga yollama xodim bo'lib ishga kirishingiz bo'ladi. Demak, bu yerda arendalardan $6000 plus o'zi $9000 примерно daromad olishingiz bo'ladi. Buni ko'pchilik tushunmayapti, ko'pchilik yetib bormayapti. Hozir lekin yaxshi bitta maslahat ham aytyapsiz-da. Hozir aytmoqchisizki, 4 talik, 6 talik, 5 talik deylik, 2 talik bo'lsin farqi yo'q. Dorixona egalari hali voz kecha olmayapti, to'xtatishga, boshqa biznes qila olmayman, men shuni yaxshi ko'raman, shuni ustida katta bo'lganman deb turibdi-da. O'shalarga aytyapsizki, katta saytlar bilan объединяться qilganda, o'zing agar lokatsiya saniki bo'lsa, o'sha yerdan arenda olgin yoki как biznes ularga sotib, slivatsiya qilib, o'sha yerda keyin xodim bo'lib, o'sha masalan 5 ta aptekani dalshi как koordinator yo boshqa sifatida kuryer qilib borurgin demoqchisiz-da, to'g'rimi? Ko'proq daromad. Bizda dorixona rahbarlari mana misol e'tibor bersangiz, ularga $300 topsam, $500 menga yetadi deydi. Shu qolib ketgan, qora qozonim qaynayapti deydi. O'zbekchilik haligi bolalar uzatib qo'yganmi, uni ham katta bo'lib qolar, kichikroq bo'lsa deb haligi mana shunaqa tushunchada o'sishi umuman anaqa o'tgani yo'q. O'ylayapman. Bular общий kartinani bunaqa dorixona buzadi. То есть bularning evaziga men qora qozonim qaynayapti deydi, o'sha 20% natsenki maksimal imkoniyat berganmiz. Bular 5% qo'yadi, 7% qo'yadi. Servisi yo'q, rasxodi yo'q, o'sha yetadi deydi. Shu bilan bular bahonasiga anular ham o'sa olmaydi. Bozorda o'sish bo'lmaydi. Men endi o'ylayman-da, barbiriga biznesda ishlab anaqasida nima deydi, потребитель birinchi o'rinda-da. Oxirgi потребитель kimning qo'lida bo'lsa, o'sha odam как бы diktovat qiladi, o'sha odam как бы boy hisoblanadi. Oldin masalan, zavod, fabrikasi bor odamlar hali kurtoy hisoblanardi-yu. Hozir bu zamon o'zgarib ketdi. Masalan, mana marketplace'larni qarasangiz, anaqani ushlab olgan потребительlarni o'zini bitta ishlab chiqaradigan narsasi ham yo'q, boshqasi ham yo'q-da. Klienti bor. Zato o'sha 1 million, 3 million, 10 million nechidir oxirgi so'nggi потребитель ularning qo'lida turgani uchun ular hozir biznes modeli o'zgarib ketdi demoqchiman-da. Endi bizning sohada потребитель aptekachini qo'lida-da. Aptekachini qo'lida, lekin aptekalarning holati mana necha yildan beri men o'zim shaxsan masalan bir shu 18-19 pandemiyadan sal oldin nimagadir bir fikr keldi, set aptekalar qilishdi. Men shu ichkariga kirganim sari shu finansiy holati,
kadr vопроslari mani anaqa qilaverardi, qo'rqitib shu ishga qo'l urmaslikka sabab bo'laverardi. Yani haligacha qilmaganim to'g'ri bo'lganmi, noto'g'ri bo'lganmi bilmayman-da. Shunga aytmoqchimanki, mana siz tем более biznesni sotib olgan odam sifatida, chunki siz ham hazil mehnat qilmadingiz, 20 yil, 30 yil bu narsaga anaqa ketdi, baribir определённый o'zini уровень deydi. Balki yana ozgina sabr qilib yuboradigan joyimidi, nima deb o'ylaysiz masalan, qanchalik to'g'ri bo'ldi bu решение, sotish решенияsi hozirgi kunda? Tak как потребитель aptekachini qo'lida bo'lgandan keyin. Chunki mana ishlab chiqaramiz ham, продвижение, marketing nima qilmasak ham baribir aptekaga boramiz-da. Baribir so'nggi klient o'sha yerda bo'lgani uchun. Endi qarang, aptekalar mana shu Londondan, mana shu gammadan chiqib ketishga yana bir 4-5 yil kerak. 4-5 yil katta vaqt. Unga uzun pul kerak. Dolgi dengi deydi. Hozirgi holatida misol o'zini ushlab turib, boqib turib, endi vaqt o'tyapti. Men misol meni sabrim chidamaydi 5 yil. Men xotirjam uxlashni yaxshi ko'raman. Bemalol keyin o'z bilan sayohatlik borishni yaxshi ko'raman. O'shanga men sal menga to'g'ri kelmas ekandimda, shu biznes bu juda mayda biznes. Juda mayda. Misol o'ylang 20 ta dorixonam bor. 20 ta dorixonamda har bittasida 8000 ta naminamaniya bor. То есть 20 ta dorixonani 8000 ta naminamaniya ko'paytirasiz. Unda bir qancha bo'ladi? 1.600 naminamaniya, 1.600 naminamaniyani 160 mingta bo'ladi. 160 ming. Короче, 160 mingta bo'lsa kerak. 160 ming. 160 ming naminamaniya kunda sizning informatsiya bo'lishi kerak, qanaqa ketyapti, qayerda nima dinamikasi, переброскаlar undan bu filialdan bu filialga, keyin distributorni olib kelib unga berish 160 mingdan. Endi bo'pishmaydi. Hozir ancha tizimlashib qolmaganmi? Jarayon tizimlashgan, bir kompyuter qiladi asosan baribir. No, o'sha yerda u yoqdan olib bu yoqqa kelayotgan baribir человеческий faktor qo'l bilan hozir xodim olib qo'yish kerak. Uni muammolari, g'alvasi, davlat tomonidan bo'lgan talablar, bo'layotgan shtraflar juda og'ir. Endi men oxirgi markirovkada qo'yayotgan shtrafini endi o'zingiz ko'rdingiz. Agar opять же xodimga bog'lisizda, sizga o'zingizga, mas sistemangizga emas, xodimga bog'liq muammo bor bu yerda. Oddiy xodim, hali siz aytganingizdek, student kechasi 11:30 da kirdingiz. Kvark dori olyapti, shu oddiy misol qanaqadir bir tomodor septalitmi, shuni olyapti-da, kvark dori uryapti-da, sizga beryapti. Bu kvark kodini sistemani o'rmabdi, o'tkazmabdi-da. Shuni o'ziga oldi shtraf 100%, 3 oylik оборотingizdan shtraf 100%. Demak, bitta setingizda 20 ta dorixona bo'ladigan bo'lsa, 10 milliard kamida bir oyda savdo qilsangiz, 3 oyda demak 30 milliardmi? 30 milliarddan 100%, 30 milliard demak bitta shunga 30 milliard shtraf to'lashingiz kerak. Yaxshi, mana Торгово-промышленный palatani rahbari Davron Vahobov ana qilib kelishtirib, o'sha 98% chegirma berdi. Hozir 2% to'laysiz оборотingizdan. No, u ham katta summa chiqib ketadi. 30 milliard оборотdan 2%ingiz taxminan 500 million. Mana shu oddiy septalita mana shu qanaqadir QR kod urmaganiga 500 million davlatga shtraf to'lab berish kerak. Au dorixona 500 million oyiga, butun 20 dorixona 500 million oyiga topmaydi. O'zi bu risklarni ham hozir ishlayotganlarni ko'p ham bilmaydi ham-da. O'yla, birinchi marta tushdingiz, endi atletdan qilishadi-da uni-da. O'zingizdan o'zi xodim, misol siz kelgansiz, xalatini taqmagan, xalatni taqib olmabsan, ukam siz gapirib qo'ydingiz, ketdingiz. De u meni tanbeh berdi menga rahbarim deb atletdan qilsa qanaqa bo'ladi? Yoki podstavni klient bo'lib atletdanlik klient shoshib turganda, menga tez berib yubor, shoshib turman deydi, mayli deb hali shoshayotgan banisada kimdir o'layotgan ekan deydi, shu dorini olib berib yuboradi, urmay qo'yadi. Shu kvark o'tkazmas, ketdi yana katta shtraf. U ham o'lgir birinchi martasi 2%, keyingi safar tushsangiz 20%. Oho. Dahshat. Yaxshi. Shu bilan xona vayronsiz-da. Buni qancha mehnat qilgansiz, ko'taraman, pul topaman debdi. Shuncha 20 dorixonada kamida 150 ta odamga siz ответственный turibsiz.
xodimlarga, oilasiga, ularga ovqat berib, yedirib ichirib. То есть tushunasizda? Da. Sadil aka, mana biznesingizni sotib yubordingiz. Hatto nima deydi, juda sizni hayotingizdagi katta bo'lakdan bittasi edi-ku, endi ko'p vaqtingiz ketgan, boshqa qilgan. Sotishdan maqsad, biznesni sotishdan maqsad просто уже tinch yashagim kelyapti degan ma'nomi ko'proq foizi, yoki bu biznesda уже kelajak ko'rmayotganingizmi, yoki просто o'sha kelajak bor, но финансовый с точки зрения bu mantiqsizroq hozir shu o'sha endi periodgacha kutishmi? Qaysi biri ko'proq foiz tashkil qiladi? Endi menda mana bunaqada agar men bitta dorixonam bo'lganda, men sotmasdim. Menda qo'shimcha boshqa bizneslarim bor. Boshqa bizneslarimdan men ko'proq daromad topishni men yaqqol ko'rganim uchun bu pul oldimda bu yoqqa tiqdim. Haqiqatda shunaqa bo'ldi. Birdaniga 2 barobar, 3 barobar ko'proq daromad topdim. Chem u yoqda vaqtimni ketkazganda, tinch ham osongina shu narsa bo'ldi. Поэтому menga qiyin bo'lmadi uni ketish u yoqdan bu yoqqa. Lekin shu 4-5 yildan keyin yaxshi bo'lib qolsa, balki qaytaramiz. Qaytish muammo emas-da. Qaytish muammo emas. Qanaqa qilishni bilamiz. Как раз mana qaytish muammo emas deganingizga как раз savol. Agar hozir noldan boshlasangiz, nimalarga ko'proq e'tibor berib boshlagan bo'lardingiz hozirgi o'zi ekspertizangiz bilan? Qiyin savol bo'ldi. Buni ozgina o'ylash kerak bo'ladi. Endi birinchisi baribir lokatsiya. Zo'r lokatsiya topish kerak. Narx arendadan mal qo'rqmasdanmi? Yaxshi lokatsiya. Современный juda remont, обязательно hozir talabga odamlarning qasiga keladigan yaxshi brend qo'yardim, darrov soladi. Brendini oldin boshlaganingizda hech qanday brendimiz ham bo'lmagan. Brendni misol 5 yildan keyin, 7 yildan keyin misol tabletka degan brendni qo'ygan bo'lsa, o'qitib yo'qotmasdan yaxshi brend qo'ygan bo'lardim. Keyin IT решениялар zo'rlar bor. Aytmoqchi, anaqani brendni olib qoldingizmi, olib qolmadingizmi? Yo'q, brendni sotdim. Ular olayotgan odamga brend qiziq bo'ldi. O'sha qiymat bitta brendda qilgan mehnatimizda bo'lgan uchun o'sha hammasidan olishdi ular. Mana shu zo'r javob bo'ldi. Olgan odam соответственно nima deydi, qiymatni brendga berdi, to'g'rimi? Faqat masalan tovarni ostatkizi hisobiga tam qilgan xarajatlar emas, undan tashqari bir endi qanaqadir summa oshiqcha olgansiz brend evaziga, to'g'rimi? O'sha brend haqida aytmoqchiman deb bugun ozgina fikrladim-da sizni anaqangizni, o'tmishingizni aptekadagidek, men o'zim tanigan perioddan biri eslayapman-da. Chunki brend o'zi qanaqa shakllanishini aytmoqchiman-da. Brend просто hozir bitta chiroyli nom qo'y, logo qil, sotsiyetda Instagram yurg'iz degan понятие ham ko'pchilikda shunaqa bo'lib qoldi-ku. Vaholanki u qanaqa mehr taraf qilishi, u qanaqa bosqichda o'tishi, masalan o'sha 2017-yil esimda bor, siz bilan Sankt-Peterburgga borganimizda, sizlar o'sha yerda shu narsalarni masalan 10 tadan oshiq katta setlarning rahbarlari birga borgan edik. Men bilaman, birinchilardan siz anaqani внедрять qildingiz-da, более nima deydi, yaxshiroq upakovka qilishni boshladingiz, marketing va продвиженияларni. Masalan, men shunaqa sezganman sa stороны-da. И eslayapman, loyalniy kartalar masalan, 10 yil, 15 yil oldin loyalniy kartalar, boshqalar. То есть har doim to есть mana shunaqa narsalar bilan brend shakllanadi demoqchiman. Yillar davomida shakllanadi. Bu brend masalan просто ochding, qilding, 1 yildan keyin brend bo'lib qolmasligini men hozir ko'pchilikda baribir shu tushuncha yo'q-da. Men ko'rgan narsam shular, masalan, sizning brendingiz brend bo'lishiga juda ham ko'p mehnat yotibdi-da. Uning orqasida hozirgi aytayotganingiz o'sha paytda masalan obучениялар qilishlar, o'sha birinchi bo'lib ichingizdagi как бы mini akademiyani tashkillashtirgansiz, to'g'rimi? Necha yil bo'lgan o'sha narsa? U 10-yilda где-то menimcha boshlaganmiz u narsalarga. 2010-yil. 10-yilda boshlagandik ketdi. Vaholanki unaqa marjalardan siqiladigan payt emasdi 10-yil. Hozirgiga o'xshab, to'g'rimi? Bang'illatib sotaverib ishlayversa bo'ladigan joyi edi. Ham pul ham ishlardi, ham xodimlar o'rgatardi, ham sayohat ham qilardi, xodimlarimiz ham biz bilan qo'shilib sayohat ham qilardi. Kстати, shu joyi ham, o'shani ham keyin o'yladim. Farm kompaniyalardagi nima tadbir bo'lsa, birinchi litsosi siz edingiz-da.
u bani nima deydi, u внутренний O'zbekistonning ichidagi bo'ladimi, chet eldagi bo'ladimi? Uni o'ylab qarasa, masalan, o'zi sanoqli set-aptekalar bo'lgan o'sha 10 yil, 15 yil oldin. Demoqchimanki, mana shu o'zingizni uchastkalaringiz ham bu nimani bildiradiki, o'sha brend orqasida siz turganingiz, ishonch odamlarda yana ham ko'proq bo'lishi, masalan, chunki baribir xodimingiz boshqa, chunki hozir bir xil setlar bor, masalan, tanimaymiz-da egalarini ham, bilmaymiz ham-da. Tam sotuv ishchisi, zakupchisi nimadir deyishadi-da, как Face masalan yo'q, masalan, tabletka desa sirasi Sadil aka degan assotsiatsiya keladi-da. Bizda lichniy tanish bo'lishimiz uchun aytmayapman, o'zi haqiqatan masalan ko'p medprestavitellar bilan ham o'tirib gaplashgansizlar. Regionalnilar bilan ham gaplashardinglar, glavalar bilan ham gaplashardinglar, masalan, to'g'rimi o'zingiz praktikangizda? Shunaqa. To есть demoqchimanki, brend bo'lishi uchun ko'p omillar bor ekan. Bugun shuni o'yladim-da. To есть mana mamlaqa как лицо bu brendingiz orqasida turib berish ham bu ham bitta katta narsa bo'lsa kerak deb o'yladim-da. Brendingiz ham ответственность-da, uni avaylab asrashingiz kerak, keyin unga yomon so'zni tekkizib qo'yishingiz kerak emas. Siz xodimlaringiz ham sizni brendingizni bir elchisida. Ular yaxshi muomala, yaxshi servis, yaxshi ilmi bo'lsa, brendingizga bo'lgan nisbatan ishonch ancha ko'tarilaveradi-da. Sadil aka, mana 20 yildan oshiq faoliyat bo'lgan dorixonada o'zingizni tajribangizda bo'lgan top 3 ta xatolardan bo'lishing. Zo'r savol. Endi aytadigan bo'lsa, birinchisi bu lokatsiya. Ikkinchisi shartnomani o'qish kerak. Uchinchisi bu IT решение. Endi пояснять qiladigan bo'lsam, hozirgi holatda masalan 27-28 yil tablet dorixonasini hayot davomida bir 80 ta 90 ta dorixona ochib yopganmiz. O'shanda 16 tasi qolgan. Endi o'ylang, bir 60 ta 70 tacha dorixona ochilgan, dorixona dorilar tiqilgan, vitrinalar qilingan, keyin ularni olib kelib tushirilgan, xodimlar olingan, ijara to'langan, remontlar qilingan, katta xarajatlar qilingan. O'sha yerda 70 ta dorixonada juda katta pul qolib ketib qolganda. Lokatsiyani yaxshi izучат qilmaganning hisobiga. To'ppa-to'g'ri. Ha? To'ppa-to'g'ri. Undan ko'ra kerak bo'lsa bittasiga $500 berib, bir oy mashina turgin deb qanaqadir trafiklarni o'lchagan yaxshiroq-da ham o'ylab qarasa. Chem hozir $10,000-15,000 чисто remont, mebel. Shu birinchisi shu xato. Ikkinchisi shartnomalarda hozir menda bo'lganda, hozir ham hammaga поставщикlar bilanmi? Hozirgilar qo'yilgan rekomendatsiya qilaman. Bir shartnoma поставщикlar bilan. Поставщикlarda обязательно qarab podpunkti bo'ladi. Sotsam, sota olmaysan, menga qayta pul to'la. Kichkina shriftlarni yozilgan bo'ladi. O'zi og'zaga kelish asosida bilan sotilgandan pul to'layman yoki marketingini ta'minlab beraman deydi. Lekin holi tegdi, ijaradami, do'g'orda yozib ketadiki, xohlaysan xohlamaysan pul to'lab berasan dedi. Shunda keladi, endi sizga bir 500 million dori tiqadida, siz unga ishonasiz, shu sotib beraman deydi. Sizda u dori qolib ketadi, qo'lingiz u doriga. Sizda polkangizda mертвый gruz bo'lib qolib ketadi. Uchinchisi IT решениялар. Hozir mana endi o'sha paytda men o'ylaymanki 2013-yil 12-yil bizda boshda birinchilardan, pionerlardan bo'lsa kerak, kompyuterizatsiya qilgan dorixonalarni aksimetdan keyin. Aksimet bizdan oldin qilgan edi. Agar meni o'sha payt ilmim ko'nikman bo'lganda, men voqeroq qilgan bo'lardim shu narsani. Juda zo'r narsalar bor. O'sha paytda o'sishga programma обеспечение juda zo'r yordam beradi. Tushunarli. Dorixonaning ichida bilamiz ko'p o'g'irliklar bo'lib turadi. Qanaqadir qiziqarli keyslar bo'lsa bo'lishing. Endi qiziqarli keyslar deb aytsa bo'ladimi bo'lmaydimi, lekin misol endi kulgili, men hozir aytadigan bo'lsam, kimdir eshitib qolsa ham xafa bo'lishi mumkin, lekin kim o'g'irlagan odam xafa bo'ladi. Xafa bo'lsa, Mashinasimiz o'zi aybimiz, o'zimiz mana shunaqa sharoit yaratib, u o'g'irlab uyalmagan, biz uni aytib berishga uyalamiz. Da. Endi arzimagan-da, endi shu paytda qarasangiz bir kulasiz, bir ko'rsangiz yig'lagingiz ham keladi. Prям bir xillarda juda glupiy o'g'irlashadi-da. Prям mana shunday kassadan shu 10 million savdo qilsa, prям kechqurun qarasa 7 million turibdi. 10 million savdo qiladi. 3 million bilmayman deydi. Qani, mana sotgansan, kamerada ko'rib turib bilmayman deydi. Bor kishini quloqqa olib ketkizib yuborasizda, ko'rib turish olganda.
keyin yana bitta holatlardan misol dori sotadi, keyin o'rni-yo'rin sallarida arzonroq bir avtomobil kompaniyadan o'rni-yo'rin olib kelib qo'yadi. Ha, o'rnini almashtirish. Условно bir 500 dori sotgan bo'lsangiz, 500 tadan 400 tasini sizga qoldiradi, 100 tasini borib o'zidagi almashtirib qo'yib yechib oladi. Juda xunuk anaqalardan bo'lgan shunaqa istoriyalar. Kecha bitta aptekachi bilan gaplashib qolsam aytayotdi-da, 100% aptekamga ichi kamera qo'yilgan deyapti-da, hamma yoqda. Deyapti, o'g'irlik bo'lyapti, bilyapman deyapti-da, ozgina o'g'irlik bo'lyapti deydi. Keyin deydi, juda ham o'tirib vнимательно deydi, tekshirdim deyapti, o'sha kechqurungi anaqani dejur bolani deydi. Короче, e'tibor bersam deyapti, kassadan pulni olib o'sha ichkariga skladga ham, qaysidir xonaga ham olib kirilar ekan-da. O'sha yo'lda yarim metr slipoy zona bor ekan kamera. Yarim metr deydi. Bu kamera tugaydi, bu kamera boshlanadi. Ikkita kamerani orasi deydi. Bor. Yarim metr slipoy zona bor deydi. O'sha joyda bo'lar ekan deydi. Mana shu deydi, anu reskisda deydi, anu tiqayotganda nimadir periodda ishqib bilib qopti deydi. Yani anu уже deydi, целенаправление, внимательно o'tirib deydi, tekshiruvdim deydi. O'sha deydi, yarim metrlik joyda deydi, shu xayolimga ham kelmagan edi deyapti. To's qarab turardim. Shunaqa bir ajoyib momentlar ham bo'lar ekan-da. Da, kulgili lekin jalqa to'g'risi. Xo'p, Sadil aka, bitta dorixonani ochish uchun qancha investitsiya kerak, sarmoya kerak? Endi dorixonani tipiga qarab, remontingizga taxminan bir 10 ming ketsa, 10-12 ming, mebelingizga ham yerda bir 7 ming, 8 mingli o'rtacha mebel, bu yaxshi mebel qo'ysangiz, u ham 15 ming. Sredniy 30 ming remontdan mebelingizga ketsa, qolgani dori. Dori примерно 50 ming dollar, demak 800 millionlik asartga qilsangiz, yaxshi dorixona bo'ladi shunda. Bu 15 ming xarajat o'sha GPP standartlariga javob beradigan va uni reglament anaqalari, dokumentatsiyalari bilan hammasi bilan. Da. Hammasi to'g'ri keladigan, standartdagi, chiroylikgina bir go'zal bir narsa qilsangiz bo'ladi. To есть shunda где-то 50 ming dollar plus 20 ming, 70 minglik bor bo'ladi. Общий 70 ming dollar kerak bo'ladi. Uni taxminan 20 ming dollari bu как бы невозвратный investitsiya bo'ladi. Qolgan 50 mingni bu оборотga kerak bo'ladi. Qanchada oqlaydi o'zini? Qarang, matematika bor, примерно kuniga 1000 dollar savdo qiladigan dorixona pri natsenka 20%, 20% natsenka qo'yib, kuniga 1000 dollar, demak 13 ming savdo qiladigan dorixona oy oxirida 1000 dollar pul qoladi. Yo'q, shunchalik ham. U 30 kun bo'lsa, demak o'rtacha 400 million savdo qiladigan apteka oxiri 1000 dollar qoladi. Arendangizni chiqarasiz, oyliklarni chiqarasiz, soliqlaringizni chiqarasiz, tam srok o'tgan dorilaringiz bo'ladi, prochi расходlar, keyin kommunalka hammasini chiqarib olsangiz, demak hozir mana 20% natsenkada ishlaydigan apteka ni точка безубыточный savdosi qancha, masalan 300 mi, 350 mi, uni как бы точка безубыточныйsi? O'sha где-то 300 milliondan tepasi. 300 million noldas. Короче, 20% natsenka bilan ishlayotgan aptekalar oyiga 300 milliondan kam savdo qilayotgan bo'lsa, ular ubıtkada. Da. Hozirgi kunda shunaqa bo'lib qoldi. 3 yil oldin o'sha narsa kuniga 7 million edi. 7 million qilsa 0 deydi. Hozir 10 milliondan oshdi уже. Bu qarang, bu rasklad anaqadami, set aptekalarni holatidami yoki одиночныйlar ham shunaqami? Chunki rasxodlar baribir back office bor, boshqasi bor-ku, endi anaqalarni, setlarni. Shuni hisobigami? Endi hammada shunaqami? Tam ko'p foiz o'ynamaydi. Setlarda, misol 100 tacha dorixonasi bor, lekin ofisda borig'i 6-7 ta odam o'tiradi. Top menejer. Bitta одиночный aptekada top menejer uni rahbari. Bizda minusimiz, top rahbari san o'zing narxing qancha desa, anqayib turadi. Men narxim bormi deydi. San ilmli, zo'r odamsan-ku, to'g'rimi? San o'zing top menejer bilasan, da bilaman. San o'zing misol boron qo'lda ishlaganda nechta ishlarding degan savolni bersangiz, men deydi 3000 dollarga, 2000 dollardan kamga ishlamasdim deydi. Bitta o'zing dorixonasida 1000 dollardan topmaydi. Zato o'zimniki deydi, o'tiraveradi. Bizda qolib ketganda, anaqa eskitdan hamma narsa davlatniki bo'lgani, odamlar o'zining hech narsasi bo'lmagan-ku endi.
Psixologiya. o'shani maniki degan anaqa bo'lishi kerak-da. Da, Qancha da. hozir уже biznes modellar o'zgarib Juda. ketdi. Hozir ani zavoting bo'lishi yo nimaduring bo'lishi shart emas-da. Hozirgi bolalarni qarang, hozirgi bolalar misol kvartira olaman, anaqa o'ylamaydi ular. Ha. Kvartira olishlar qimmat. Misol bitta kvartira 100 ming dollar deydi, menga nima kerak bor? Ijarada yashayman, 500 dollar, 700 dollar ijara turadi. Endi agar Ki Baliga ketib u yoqda yashaydi, bu yoqda butun dunyo xohlagan joyda ishlayveradi, yashayveradi. O'ylang, bitta kvartirani o'sha ijaraga to'layotgan puliga bo'lib olsangiz, 20 yil 500 dollardan to'lab yurish kerak, что mana shu kvartirani sotib olish shunda aytadi. Menga nima kerak bor bunaqa hayotda deydi, o'sha ijarada yashaydi. 1 yil bu yoqda yashaydi, 2 yil nari yoqda yashaydi, 3 yil yashaydi, ketaveradi ani xohlaydi. bar mentalitet ham bor, o'zbekchilik, ya'ni o'zingni vataning bo'lishi Bu muammo kerak. bizda. Ha, bu Buna bir bizning muammo. To есть bizga miyamizga singib qolgan yaxshi yomon bir anaqalar illatlardan bittasi. urf bo'lib qolgan. Tushunarli. Hozir mana aytdingiz-ku, aptekalar soni kamayadi deb. U mana shu muammolarga turib bera olmasligini oqibatida aptekalar soni kamayib ketadi degan ma'noda aytyapsizmi? Yoki boshqa sabab bormi? Muammolar endi agar xodimlar o'sha apteka rahbarlari o'zini pulni hisoblashni boshlasa, tushunishni boshlasa, shunda hozirgilar ko'pchiligi distribyutorlarning cho'nchagi hisobiga yashayapti. Уже давно долговой yamaga kirib, o'ramaga kirib, уже pastga tushib, уже anaqa ularning pulini ishlatyapti ular. O'zini puli yedirilib bo'lgan, o'sha qolmadi. Shu boshida misol 50 ming dollardan boshlagan, 50 ming dollar yo'q bo'lib, faqat dorixonasi distribyutori moli turibdi уже. Hammasi yo'q ketgan o'zini. Nachalnik investitsiyasi yo'q ketgan. Tegin agar shuni hisoblab yeta olsa, men yo'q forgani ma'qul bo'ladi. Agar yo'q desa, dalshi qiynalib, o'zi qanchalik qiynalib qolganini tushunmay qoladi-da, o'shandan keyin uyni sotishga to'g'ri keladi, apteka sotadi, qarzini yopishgan. Lekin men hozir aytganingizdek 300 million, 350 million atrofida masalan savdo hozir bu точка buzib o'tishini deganingizga men o'sha hozir hayron qoldim-da. Qancha deb o'ylardingiz? Men to'g'risi o'ylamasdim-ku, lekin men apteka bir ikkita boshqa aptekachilar bilan gaplashganimda ularni o'ylovida bu 200 edi-da, 150-200 million, kuniga 5 million, bir narsalar 5-6 million deyishadi deb hisoblab yurishardi. Demak, anaqa ekanda, noto'g'ri hisob-kitob qilinar ekanda. Mana 300 million, просто давайте чисто по математике. 300 million savdo qildi. 300 millioningizdan toza 20%ingiz 50 million pul bo'ladi. To'g'rimi? Yo'q. Bizning hisob-kitobda 60 million. Yo'q. 250 million savdo qildingiz, 20% natsenga qo'ysangiz 300 million bo'ladi. To'g'rimi? To'g'rimi? 50 million toza foydasi. То есть foyda. Tushunyapsizmi? 250 million savdo qilgansiz, 50 million qilsangiz, то есть siz teskari hisob, marja hisoblaysiz. Foydadan foyda bo'lmaydi-yu demoqchisiz. Tushundim. 250 million savdo qildingiz, 20% natsenga qo'ydingiz, это 300 million savdo bo'ldi. 50 million foyda. 50 million foyda, это буквально 3500 dollar deylik, примерно taxminan. Ijarangiz 2000 dollar. Ular hammasini so'mda hisoblaylik. Ya'ni 50 million pribul bo'ldi. 50 million pribul bo'ldi. Ketdi. Arenda. Arenda 20 million ketdi, arendasiga ketdi. 20 million arendaga ketdi. Xo'sh, shunaqa qimmat bo'lib ketgan arenda. Arendalar yaxshi joylar shunaqa. 300 million savdo qiladigan joy, примерно 1,5 million dollar savdo anaqasi. 20 million ketdi. 30 million qoldi. Xodimlar necha pul ishlatdi? 300 million savdo qiladigan joyda biz 4 ta xodim ishlatasiz. 4 ta xodimga necha puldan to'laysiz mana siz ayting? 5 millionmi hozir o'rtacha? 5 million ishlayotgan-ya, 5 million slabый ishlaydi уже. Ha-da. Da. Qancha 7-8 million? 4 ta xodim mayli, chortisining 30 million. 20 million deylik, ketdi yana. 5 milliondan berdi sizga anaqasi bo'yicha. 40 million ketdi, to'g'rimi? 10 million qoldi. Sizda 4 ta xodimning ichida bu первостольникlarmi, shu provizorlarmi yoki buxgalter, ular hali hisoblanmaydi. Hali kirib qo'shmay ularni. bitta aptekasi bo'lsa, misol 4 ta xodimga ketdimi, 10 million pul qoldi. 10 millioningizda shu bu xodimingizga 20 million pul berganingizda solig'i bor 25%. 20 million berish uchun naqd qo'liga 5 million xarajat qilishingiz kerak. 25%. То есть 5 million oylik soliq ketdi, shu daromad solig'i qoladi. Sroklaringiz bo'ladi. Keyin o'zingizga oylik chiqarishingizga benzin xarajatingiz bor, elektr kommunalka. Короче, уже sanitarka, buxgalter, ya'ni ular hisoblayotgani
u ketdi уже minus. Bilmayman, tekin ishlaydimi? Tekin ishlaydi. Tushundingiz? Zarardamisiz? Zarardasiz. O'shanga hisoblayverasiz. Sez bo'lsangiz, misol bitta buxgalter 20 ta dorixonangizga qilsa, misol har dorixonangizda 2 million, 3 million, 4 million so'mdan pul qolsa, o'sha buxgalteringizni o'sha qanaqadir yopadi. Sez bo'lgan taqdirda o'sha joyda 0 da qolasiz. Bo'ldi. Setlarni в принципе to'g'ri xarajati ko'p deb aytolmaymiz, chunki соответственно zakup paytida ularni условияsi ham boshqacha bo'ladi. То есть do'p skidkalar, tam объем hisobiga o'sha qoladigan ozgina qo'shimcha daromad bo'ldi. Undan daromad boshqa daromad. O'sha ba'zi qotgan savdodagi front marja u 0 hamma xarajatni yopadi. Back marjangiz qoladigan 3-4% haligi aksiyalar, firmalar beradigan оборотный qanaqadir соглашениyalar, u sizni asosiy daromad o'shanda qoladi. O'shanga hisobiga qanaqadir korxona rivojlantirish ozgina mumkin. Bo'lmasa bu ham yo'q. Tushunarli. Bu aptekalarni aytganingizga kamayadi deganingizga men bitta statistikani qildim-da. Rossiyada 146 million aholi bo'lsa, 77 mingta apteka bor ekan. Rossiya bo'yicha shunda bitta aptekaga 1900 tadan to'g'ri kelyapti. Naselение. Qozog'istonda 20 milliondan hosti bilan naselение bo'lsa 8,5 mingta apteka bor ekan. U yerda 2300 taga to'g'ri kelyapti. O'zbekistonda почти 37 million aholi, bugun ko'rdik 12700 ta aktivniy aptekalar bor ekan. O'zbekiston bo'yicha 2900 taga to'g'ri kelyapti. Turkiyani ko'rdik, 85 million aholi, почти 90 million ular ham, u yerda 24 mingta apteka, ular ham 3 mingdan sal oshuvga to'g'ri kelyapti. Aytmoqchimanki, o'zani gap ham bor-ku, o'zrasi apteka ko'p ekan deydi-yu, O'zbekistonda aptekalar juda ko'p ekan, turistlar ham kelib yoki o'zimiznikilar ham har qadamda apteka deydi. Lekin bunda statistikaga qarasangiz, в принципе, masalan, Turkiyadan kam ekanda, naseleniyaga nisbatan. Qozog'istondan ham katta farq qilmayapmiz-da. 2900 ta bizaniki bo'lsa, Qozog'iston 2300 taga to'g'ri kelyapti-da. То есть bu assotsiatsiya shu aptekalarimizni juda ham yonma-yonligini hisobigami deb o'yladim-da. O'sha опять же, o'zbekchilik, anoni biznes yaxshiligi, mana yonida ochaman deydi. O'sha misol bitta Toshmina atrofida 500 metr radiusda 100 hozir aytaman 10 yil oldin 96 ta apteka bor edi. Kecha kunduzda bir qarasa 150 ta apteka. То есть 500 metr radiusda o'yla 150 ta o'sha apteka bor. Xuddi shunaqa skopleniylar 16-chi ko'rbanis oldi 28 ta apteka. O'sha 500 metr radiusda. Mana qator toldi. Shunda ko'cha qator ko'cha shunda qayilsangiz bir 20 ta apteka to aptoviy qator tol anaqagacha 20 bozorgacha 20 ta apteka turibdi. Опять же, yonma-yon ochiladi. Tak oladigan bo'lsangiz, misol Rossiya juda katta, O'zbekistonda mana esimda yana so'rash kerak, 30 barobar katta bo'lsa, territoriya chochilib ko'rinmaydi buncha apteka. Qozog'iston ham bir 5 barobar, 6 barobar katta bu aptekalar yoyilib ketgan. Bizda o'rganib qolishgan, hammasi yonma-yon ochadi, shunaqa xayolda fikr bor. Yo'q, masalan, regionlarda ham shunaqa muammo bor. Kilometrlab yurishingiz kerak aptekagacha. U normal 3-4 kilometr, 5 kilometr uzoqlikda-da. Unaqa peshvoy dostupnostda yo'q-da. Haqiqatan o'sha skopleniyalar rivojlanganda bizda. Bu nima hisobiga paydo bo'lgan deb o'ylaysiz? Mana shu Banis atroflarida dorixonalar ko'proq savdo qilayotgan qimmat retsepturni dorilar qimmat qilinadi. O'shalar savdo qilayotganiga yonida ochilib, yonida ochilib, hammasi yig'ilib qoladi. Naryodiy spalniy rayonda o'tirganda ko'rmamda ochganim shu puliga qiziq ekan deydi, yig'ilib qolishgan shunga. Men shunaqa tushunaman lekin. Tushunarli. Sadil aka, vaqt ajratganingiz uchun, kelganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi. O'ylayman, Xudo xolasa kollegalarimizga yaxshi bir manfaatli keyslar bo'ldi deb o'ylayman.